20 noyabrdan pensiyalar ommaviy to'xtatiladi degan xabarni eshitgan bo'lsangiz, hozir diqqat bilan tinglang. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta hujjatdagi xato, bank kartidagi muammo yoki vaqtida tasdiqlanmagan ma'lumot sabab pensiya to'lovi vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Men bugun sizga vahima emas, aniq tushuntirish beraman. Kimlar xavotir olish kerak? Kimlarning pensiyasiga tegilmaydi? Qaysi holatlarda to'lov to'xtatiladi va eng muhimi, buni oldini olish uchun hozir nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu mavzu juda ko'p odamlarni bevosita qiynaydi. Avval pensiya to'lovlari qanday ishlaganini oddiy qilib tushuntiraman. Pensioner pensiyaga chiqqanidan keyin uning ish staji, ish haqi imtiyozli davrlari. Nogironlik guruhi yoki boquvchisini yo'qotganlik holati asosida to'lov tayinlanadi. Keyin bu mablag' har oy bank kartasiga naqd shaklda yoki belgilangan tartibda yetkazib beriladi. Ko'p odamlar o'ylaydi, pensiya bir marta tayinlandimi? Endi umr bo'yi hech kim tekshirmaydi. Aslida unday emas. Pensiya tayinlangandan keyin ham ma'lumotlar doimiy tekshiriladi. Odam tirikmi? Mamlakatdan doimiy chiqib ketmaganmi? Nogironlik muddati tugamaganmi? Ish haqi yoki staj bo'yicha hujjatlarda xato yo'qmi? Bir odam ikki joydan bir xil to'lov olmayaptimi? Bank hisob raqami faolmi? Endi nima o'zgaryapti? Gap shundaki. 20 noyabrdan keyin pensiya to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar bazasi, bank hisoblari, fuqarolik holati, nogironlik ma'lumotlari va boshqa davlat reyestrlari kesishgan holda yanada jiddiy tekshirilishi mumkin. Ya'ni ilgari ayrim xatolar oylar davomida ko'rinmay qolgan bo'lsa, endi tizim ularni tezroq ushlaydi. Masalan, odamning pasport ma'lumoti yangilangan, lekin bankda eski ma'lumot qolgan yoki pensioner boshqa viloyatga ko'chgan. Lekin pensiya jamg'armasiga manzil o'zgarishini bildirmagan. Yoki nogironlik guruh muddati tugagan, lekin qayta ko'rikdan o'tish kechikkan. Mana shunday holatlarda pensiya bekor qilinmaydi. Lekin to'lov vaqtincha to'xtatib turilishi mumkin. Men bu yerda eng muhim farqni alohida aytaman. Pensiyani to'xtatish boshqa, pensiyani butunlay bekor qilish boshqa. To'xtatish degani tizimda savol paydo bo'ldi. Ma'lumotni tasdiqlash kerak degani. Agar fuqaro hujjatlarini tartibga keltirsa, ko'p holatlarda to'lov qayta tiklanadi va ayrim vaziyatlarda o'tgan oylar uchun ham hisoblab beriladi. Bekor qilish esa pensiya olish huquqi umuman yo'qligi aniqlanganda yoki qonunda belgilangan asos tugaganda bo'ladi. Shuning uchun asosiy vazifa vahimaga tushish emas, o'z ma'lumotlaringizni vaqtida tekshirdirish. Birinchi navbatda bank kartasi yoki hisob raqamida muammo bo'lgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, otaxonning pensiyasi har oy 1.200.000 so'm miqdorida plastik kartaga tushadi. Lekin karta muddati oktyabrda tugagan. Oila a'zolari esa baribir pul tushaveradi deb o'ylaydi. Aslida bank kartaning amal qilish muddati tugasa, mablag' tushish kechikishi yoki hisobda texnik muammo chiqishi mumkin. Yana bir holat. Pensioner yangi pasport yoki ID karta olgan, lekin bankdagi ma'lumotlar eski pasport bilan turibdi. Tizim solishtirganda ism, familiya, tug'ilgan sana yoki hujjat raqamida farq chiqsa, to'lovda muammo bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi xavf guruhi nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu juda muhim. Nogironlikning ayrim guruhlari muddatsiz belgilanadi, ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Masalan, bir fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha har oy 900.000 so'm oladi. Uning tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati 15 noyabrda tugagan bo'lsa, u 20 noyabrdan keyin qayta tasdiqlanmagan ma'lumot sabab to'lov to'xtashiga duch kelishi mumkin. Bu odam pensiyadan mahrum bo'ldi degani emas. U tibbiy ko'rikdan o'tib guruhi uzaytirilsa, ma'lumot pensiya jamg'armasiga tushadi va to'lov tiklanadi. Lekin u bir oy kechiksa, oilaning kundalik xarajatlari qiyinlashadi. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun har oy shu pulga qarab turgan oilalarda bunday kechikish juda og'ir seziladi. Uchinchi xavf guruhi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladiganlar. Ayniqsa bolalar, talabalar, yetim yoki yarim yetim farzandlar uchun tayinlangan to'lovlarda yosh o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qishi kabi shartlar muhim. Masalan, 15 yoshga to'lgan bola boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olmoqda. Agar u kollej, texnikum yoki universitetning kunduzgi bo'limida o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumot o'z vaqtida berilmasa, tizim huquq davom etyaptimi degan savol qo'yadi.
Yana bir misol, talaba bir universitetdan boshqasiga ko'chdi. Akademik ta'til oldi yoki sirtqi ta'limga o'tdi. Bunday o'zgarishlar pensiya olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Ota-onalar ko'pincha bola o'qiyapti deb e'tibor bermaydi, lekin hujjatda aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. 4-guruh doimiy yashash joyini o'zgartirgan pensionerlar. Masalan, ayol kishi Farg'onada pensiya tayinlatgan, keyin Toshkentga farzandining uyiga ko'chib kelgan. U propiskasini o'zgartirgan yoki vaqtincha ro'yxatdan o'tgan, lekin pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Ayrim holatlarda to'lov davom etaveradi, lekin ma'lumotlar bazasida manzil. Bank filiali yoki xizmat ko'rsatuvchi bo'lim bo'yicha nomuvofiqlik paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa, naqd pul yetkazib berish shaklida oladigan keksalar uchun bu juda muhim. Agar pochtachi yoki yetkazib beruvchi eski manzilga borsa, odam u yerda bo'lmasa, bir necha oy davomida pul olinmasa, to'lov to'xtatib turilishi mumkin. 5-guruh pensiyasini bir necha oy olmaganlar, qonunchilikda odatda pensiya uzoq vaqt talab qilib olinmasa, to'lovni to'xtatib turish amaliyoti bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner yozda qishloqqa ketgan, kartani ishlatmagan, naqd pulni olmagan, telefoniga kelgan xabarlarga e'tibor bermagan, 3-4 oy davomida harakat bo'lmasa, tizim pensionerning holatini aniqlashga urinadi. Bu yerda maqsad pulni berib qo'ymaslik emas, noqonuniy to'lovlarning oldini olish. Chunki afsuski, amaliyotda shunday holatlar bo'lgan, pensioner vafot etgan. Lekin qarindoshlari uning kartasidan pul yetishda davom etgan. Davlat buni tekshirishi tabiiy. 6-guruh chet elda uzoq muddat bo'lgan pensionerlar. Men bu masalada ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Hamma chet elga chiqqan pensionerning pensiyasi avtomatik to'xtaydi degan gap noto'g'ri. Lekin doimiy yashash uchun ketish, fuqarolik holati bank orqali shaxsni tasdiqlash, ishonchnoma muddati kabi jihatlar bor. Masalan, pensioner Rossiya, Turkiya yoki Qozog'istonda farzandi bilan yashayapti. Pensiyasi O'zbekistondagi kartaga tushadi. Agar bank kartani boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki shaxsni tasdiqlash talab qilinsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bunday vaziyatda oldindan hujjatlarni rasmiylashtirish kerak. Endi kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, har oy to'lovni normal olayotgan bo'lsangiz, nogironlik muddati yoki o'qish ma'lumotlari bo'yicha muammo bo'lmasa, 20 noyabrdan hammaning pensiyasi kesiladi degan vahimaga ishonmang. Ommaviy to'xtatish deganda ko'pincha odamlar barcha pensionerlar pulsiz qoladi deb tushunadi. Aslida tekshiruv ommaviy bo'lishi mumkin, lekin to'lov faqat muammo aniqlangan shaxslar bo'yicha to'xtatiladi. Eng birinchi nozik joy. Pensiya to'xtasa bu har doim pensioni aybdor degani emas. Ba'zan xatolik tizimda, bankda elektron ma'lumot almashinuvida yoki eski hujjatlarda bo'ladi. Masalan, ayol kishining nikohdan oldingi familiyasi ish staji hujjatlarida boshqa, hozirgi pasportda boshqa. Agar arxiv ma'lumotlari to'liq kiritilmagan bo'lsa, tizimda savol paydo bo'lishi mumkin. Yoki erkak kishining mehnat daftarchasida korxona nomi eski imlo bilan yozilgan, elektron bazada esa boshqa nom bilan turibdi. Bunday holatda pensioner darrov pensiyamni olib qo'yishdi deb o'ylamasligi kerak. Balki aniqlashtirish uchun murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik joy, ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi masalasi. Agar tekshiruvda odam aslida kamroq pensiya olishi kerak bo'lgani yoki umuman huquqi bo'lmagan davrda to'lov olgani aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, bir fuqaro nogironlik muddati tugaganidan keyin ham 2 oy davomida har oy 20 million so'mdan olgan. Keyin ma'lum bo'ldiki, u qayta ko'rikdan o'tmagan. Bunday holatda 2 million so'm ortiqcha to'lov sifatida hisoblanishi ehtimoli bor. Lekin har bir vaziyat alohida o'rganiladi. Xati kimning aybi bilan bo'lgan, fuqaro vaqtida murojaat qilganmi, tizim kechikkanmi, hujjatlar bor yoki yo'qmi? 3-nozik joy, ishonchnoma bilan pensiya olish. Juda ko'p keksalar o'zlari bankka pora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. O ishonchnomaning muddati tugasa, vakil pulni olishda muammoga duch keladi. Ba'zida pensioner o'g'lim olib keladi deb o'ylaydi, lekin bank qonun bo'yicha muddati o'tgan hujjat asosida pul bermaydi. Agar ishonchnoma chet elda rasmiylashtirilgan bo'lsa, konsullik tasdig'i, tarjima, apostil yoki boshqa talablar bo'lishi mumkin.
Shuning uchun ishonchnoma sanasini albatta tekshiring. 4. Nozikjo'y vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish. Men buni juda ochiq aytaman. Bu katta xato. Ayrim oilalarda baribir bu oy pensiya tushibdi. Marhumning xarajatlariga ishlatamiz degan tushuncha bor. Lekin pensioner vafot etgan kundan keyingi to'lovlar qonuniy asosga ega bo'lmasligi mumkin. Dafn puli. Meros qolgan mablag'ni rasmiylashtirishning o'z tartibi bor. Kartadan yashirincha pul yechish qiyin qarz, jarima yoki huquqiy muammoga olib kelishi mumkin. Agar oilada shunday holat bo'lsa, bankka va pensiya jamg'armasiga qonuniy tartibda murojaat qilish kerak. 5. Nozik joy. Pensiya miqdori kamayishi bilan to'xtatilishini adashtirmang. Tekshiruvdan keyin ba'zan to'lov to'xtamaydi. Lekin miqdor qayta hisoblanadi. Masalan, avval 1.800.000 ming so'm olayotgan pensionerning ish staji hujjatlarida bir yil noto'g'ri kiritilgani aniqlansa, pensiya 1.600.000 ming so'mga tushishi mumkin. Aksincha, kimdir arxidan qo'shimcha staj topib kelsa, pensiyasi o'sishi ham mumkin. Shuning uchun tekshiruv doim yomon narsa emas. To'g'ri hujjat bilan ayrim pensionerlar o'zlariga tegishli qo'shimcha pulni ham undirib olishlari mumkin. 6. Nozikjo'y. SMS kelmagan bo'lsa ham muammo yo'q degani emas. Ba'zi odamlarning telefoni o'zgargan, raqami boshqa odam nomida SMS xizmati ulanmagan yoki telefon ishlamaydi. Pensiya bo'yicha ogohlantirishlar hamma vaqt ham pensionerga yetib bormasligi mumkin. Shuning uchun menga hech kim aytmadi degan holatga tushmaslik uchun o'zingiz oldindan tekshiring. 1. qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugashini qarang. Agar muddati tugagan bo'lsa yoki tugashiga yaqin qolgan bo'lsa, bankka boring va yangisini rasmiylashtiring. Bankdagi pasport ma'lumotlaringiz hozirgi ID karta yoki pasport bilan bir xilmi? Shuni so'rang. Telefon raqamingiz to'g'ri ulanganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Hisob raqam faolmi? Bularning hammasini aniqlashtiring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy vakil yoki ishonchnoma orqali harakat qilish mumkin. 2. qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali ma'lumotlaringizni tekshirtiring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlarni tayyorlang. Hamma hujjatni birdan olib borish har doim shart bo'lmasligi mumkin, lekin qo'lingizda bo'lsa, muammoni tezroq hal qilasiz. 3. qadam, agar nogironlik pensiyasi olsangiz, tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddatini albatta tekshiring. Hujjatda qaysi sanagacha amal qilishi yozilgan bo'ladi. Muddat tugashini kutmang. Oldindan poliklinika, shifokor, komissiya yoki tegishli tibbiy idoraga murojaat qiling. Chunki navbat tahlillar, qo'shimcha tekshiruvlar vaqt oladi. Bir haftalik kechikish ham ba'zan bir oylik to'lovning kechikishiga sabab bo'ladi. 4. qadam, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan talabalar o'qish joyidan ma'lumotnoma tayyorlasin. Unda talabaning kunduzgi bo'limda o'qishi, kursi ta'lim muddati aniq ko'rsatilgani yaxshi. Agar talaba akademik ta'til olgan bo'lsa, o'qish shakli o'zgargan bo'lsa yoki boshqa joyga ko'chgan bo'lsa, buni yashirmang. Keyin tizim baribir aniqlaydi, lekin kech aniqlansa, ortiqcha to'lov yoki to'xtatish muammosi chiqishi mumkin. 5. qadam, manzilingiz o'zgargan bo'lsa, rasmiy ma'lumotlarni yangilangan. Ayniqsa naqd pensiya oladiganlar uchun bu juda zarur. Men vaqtincha qizimnikidaman yoki qishda shaharda, yozda qishloqdaman degan holatlar ko'p uchraydi. Bunday vaziyatlarda to'lov usulini bank kartaga o'tkazish qulayroq bo'lishi mumkin. Lekin kartani ham nazoratsiz tashlab qo'ymang. 6. qadam, agar pensiyangiz to'xtab qolgan bo'lsa, birinchi kuni vahima qilib qarindosh urug'ga qo'ng'iroq qilishdan oldin sababini aniqlang. Bankdan so'rang, pul tushganmi? Karta bloklanganmi? Hisob raqam faolmi? Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. To'lov ro'yxatida bormisiz? Qanday sabab ko'rsatilgan? Murojaat qilganda o'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, pasport ma'lumotingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va muammoni aniq yozing. Masalan, mening noyabr oyi pensiya to'lovim kelmadi. To'lov to'xtatilgan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va hujjatlarim to'liq bo'lsa. To'lovni tiklashingizni so'rayman. Arizadan nusxa oling yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi raqamni saqlang. 7. qadam, hujjat topshirganda hamma narsaning nusxasini o'zingizda qoldiring.
Ko'p odamlar asl hujjatni berib yuboradi, keyin qaysi kuni nima topshirganini isbotlay olmaydi. Pasport nusxasi, arxiv ma'lumoti, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma nusxasi alohida papkada tursin. Keksalar uchun farzandlari bitta papka qilib bersa, juda yaxshi bo'ladi. Chunki davlat idorasiga borganda u hujjat uyda qolibdi deyish, yana bir necha kun yo'qotish demakdir. 8-qadam telefoningizni ochiq tuting. Pensiya bo'limi, bank yoki davlat xizmatlari siz bilan bog'lanishi mumkin. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, uni bankda ham, pensiya bo'limida ham yangilang. Ko'p muammolar oddiy aloqa uzilgani sabab cho'zilib ketadi. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya to'xtashi haqidagi vahimali xabarlar chiqqanda darrov men pensiyangizni tiklab beraman, karta raqamingizni bering, SMS kodni ayting deydiganlar ko'payadi. Hech kimga SMS kod bermang. Bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, PIN kodni, mobil ilova parolini aytmang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensiya masalasi faqat rasmiy idora, bank yoki davlat xizmatlari orqali hal qilinadi. 10-qadam. Agar sizning huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya bo'limidan yozma javob oling. Javobda sabab ko'rsatiladi. Agar siz bu sababga qo'shilmasangiz, qo'shimcha hujjat bilan qayta murojaat qiling. Zarur bo'lsa, tegishli vazirlik, xalq qabulxonasi yoki sud tartibida masalani ko'rib chiqish mumkin. Muhimi, hammasi hujjat bilan bo'lsin. Menga shunday deyishdi degan gap huquqingizni himoya qilishda yetarli bo'lmaydi. Bir misolni olaylik. 17 yoshli pensioner har oy 1.500.000 so'm oladi. U yangi ID karta olgan. Lekin bankka bormagan. Bank bazasida eski pasport raqami turibdi. 20 noyabrdan keyingi tekshiruvda ma'lumotlar mos-o'lov kechikishi mumkin. Bu odam nima qilishi kerak? Bankka boradi. ID karta asosida ma'lumotni yangilaydi. Hisob faol ekanini tasdiqlaydi. Agar pensiya bo'limida ham eski ma'lumot bo'lsa, u yerga ham xabar beradi. Muammo odatda shunday oddiy yo'l bilan hal bo'ladi. Ikkinchi misol. 19 yoshli talaba otasidan ayrilgan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Har oy 7.000 so'm tushadi. U universitetda kunduzgi bo'limda o'qiydi, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirmagan. Tizim uning 18 yoshdan o'tganini ko'radi va huquq davom etishini tasdiqlovchi ma'lumot bo'lmasa, to'lovni to'xtatishi mumkin. Talaba ma'lumotnoma olib topshirsa, pensiya tiklanadi. Agar u sirtqi bo'limga o'tgan bo'lsa. Bu endi boshqa masala, huquq shartlari qayta ko'rib chiqiladi. 3-misol. Nogironlik bo'yicha pensiya oluvchi ayol har oy 1.1 so'm oladi. Uning nogironlik guruhi 10 noyabrgacha belgilangan. U meni baribir bilishadi deb qayta komissiyaga bormaydi. 20 noyabrdan keyin to'lov to'xtaydi. U dekabrda hujjat topshiradi. Komissiya yanvarda ko'radi. Natijada 2 oy oilasi pul kutib qoladi. Agar u oktyabrning oxirida harakat boshlaganida bunday uzilish bo'lmasligi mumkin edi. 4-misol. Pensioner vafot etadi, lekin uning kartasiga keyingi oy pensiya tushadi. Qarindoshi bu pul baribir o'zimizniki deb yechib oladi. Keyin tekshiruvda vafot sanasi va to'lov sanasi solishtiriladi. Ortiqcha to'lov qaytarilishi talab qilinadi. Bu oilaga qo'shimcha stress, hujjatbozlik va qarz bo'lib qaytadi. To'g'ri yo'l, vafot holatini rasmiylashtirish, daf puli va qolgan mablag' masalasini qonuniy tartibda hal qilish. Demak, 20 noyabrdan pensiyalar bo'yicha eng katta xavf hammaning puli birdaniga kesilishi emas, balki hujjat, bank, manzil, nogironlik muddati. O'qish ma'lumoti yoki shaxsni tasdiqlashdagi xatolar sabab to'lov vaqtincha to'xtab qolishidir. Agar ma'lumotlaringiz joyida bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Agar muammo bo'lsa, uni hozir tekshirib oldindan hal qilish kerak. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq pensioner ota-onangizning kartasini, hujjatlarini, telefon raqamini, manzilni va pensiya turiga tegishli muddatlarni tekshiring. Ayniqsa nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ishonchnoma bilan olinadigan pensiya va chet elda yashayotgan pensionerlar masalasida beparvo bo'lmang. Agar sizda shunday muammo bo'lgan bo'lsa yoki pensiyangiz kechikayotgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi pensiya turi, qanday sabab aytishdi. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoni like qiling, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video kimningdir bir oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.